Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum hürmetli görürmeler. İslam ve biz programımızın 126. saniylik görüşünlerini karşı alımız. Ben Abdullah Yalqun. Kadirli görürmelerimiz uzundan buyan davamlaşıp kilovatkan her bir Müslümanın Kur'an, sünnet, ruhi aslında düşünüş gerek olan xil mavzularını ayrım temiqan şekilde huzuruna sunup kilovatkan programımız davamlaşıvatıdır. Tünügün ilanımızda bəgəndək bugünkü temamızda prinsip muhim mu yoki manfaat mu degan şekilde to'xtalganligimizni e'lon qilgandik. Programımızın daimlik aziz mehmoni hammalar tanışıp bo'lgan hurmatli ustoz Sharq Turkiston O'limalar birligi shundoqla Dunyo musulmon olimlar birligi a'zosi Abdurahmon Jamol Kashg'ariyni taklif qildik. Qimmatli vaqtini chiqarib kelganligi uchun ko'p rahmat aytamiz. Alloh razı olsun. Qadrli ko'ruvchilarimiz, programımız YouTube ve Facebook kanallarımız orqali naq maydonda tarqatilyapti. Ekranda chiqib turayotgan numarimiz shundoqla ijtimoiy uchur vositalaridagi aloqa vositalarimiz orqali programmamizga aloqador har qanday fikr taklif bo'lsa, berishingizni, savollaringiz bo'lsa, so'rashingizni umid qilamiz. Shundoqla ko'plagan qarindoshlarimizning foydalanishi uchun ham baharlab qo'yishni ham unutmaysizlar. Albatta, programmaning beshida yana bu 7 oktyabrdan buyon davom qilayotgan Isroilyaniki Falastinga qilgan vahshiylarcha hujumi to'xtovsiz davom qilyapti. Har kuni yüzlagan narisida kichik bolalarning parchalangan jasadlarini ko'ryapmiz. Mayli dunyoning narida yashayli bu ichinishliq ko'rinishlar, insonchiligsiz ko'rinishlarni ko'ryapmiz. Bu urush davom qilyapti. Albatta Alloh subhanahu va taoloninki bu qabih vahshiy tajovuzchilik urushini mag'lubiyat bilan oxirlashtirishini bir musulmon bo'lish sifatimiz bilan dunyoning narida yashayli buni duo qilishimiz kerak ve Müslümanların g'alabasi uchun duo qilishimiz, qo'limizdan kelgan harakatni qilishimiz kerak. Shahid bo'lgan barliq mayli cho'ng kichik hammasiga Allohning rahmatini tilaymiz. Allohning ularga yordam berishini musulmonlarga tilaymiz programmamiz beshida. Hurmatli ustoz, unda bevosita programmamizga kirib ketsak, birinchi savolimizni prinsip degan nima, manfaat chu bu ikisini ayırıp ondan devam qilsak. Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Allah hamsına insaniyetga rahmet, hidayet olib kelgan peygamberimizga dua salamlar olsun. Biz prinsip haqida ko'p to'xtaldik. Xo'sh. 57. programmamızda xatolaşmasam maxsus prinsip haqida to'xtalgandik. Çünkü bugün bu atalg'oning izohat haqida to'xtalmayman. Belki qarindoshlarımni, ko'rurman qarindoshlarımni şu halqaga murojaat qilishni ve siyasi kurash prinsiplari degan bu kitobga chunqur nazar solishini umid qilaman. Bu kitap prinsip degan nima? Prinsip qanday qilgancha tushuntirgan oldu. O'zgaramdi, o'zgarmamdi. Manfaat hukmi nima? Manfaat bilan prinsip qanday bog'landi degan bu tema haqida yazılgan hem bizdeki ictimai olsun, siyasi hareket faaliyetimiz olsun, bunu doğru bir yo'nalishga selish uchun tuzilgan bir kitap. Bunga murojaat qilsa bo'ladi deb qarayman. Xo'sh. Unda olsa ikkinchi savoldan bevosita kirib ketamdik. Xo'sh, unda olsa shu programmamizning bugungi temasi prinsip muhimmi yoki manfaat mu degan albatta sualning o'zining javobi chiqdi, buni biroz ko'rmalarımizga ochsak. Albatta prinsipning vaqtliq manfaatning oldi turdiganligi islomda aniq bir masala. Xo'sh. Islomdan sirt insoniy qimmat qarashdan bir ro'shan masala. Prinsipni vaqtliq manfaatning oldi qo'yish islomda olsun, mayli insonchilikda olsun yoki insoniy qimmat qarashda bo'lib qolsin, bu oydin ro'shan bir masala. Ama biz İslam nokta nazardan qaraydigan bo'lsak, İslam dini prinsipte mustahkam turishini ta'kidlaydi. Xo'sh. Prinsiplarda ching turinglar. Shu vaqtning o'zida İslam dini manfaatga hargiz sal qaramaydi. Xo'sh. Balki prinsipte ching turganlikni foyda manfaatni qo'lga keltirganlik deb qaraydi. İslam dinimiz har qanday ish harakatni, har qanday bir faoliyatni bu prinsipga bog'lab qilishni tashabbus qildi. Eğer qilmoqchi bo'lgan ish yoki qilayotgan ish prinsipga uyg'un kelmay qolsa yoki prinsip bilan zidlashib qolsa yoki prinsip bilan moslashmay qolib qolsa, moslashtirgan bo'lmay qolib qolsa, u vaqtda prinsipni ching tutishga
Maddi menfaatdan yoki vaqtlik menfaatdan voz kechishga buyuradi. Prinsip har qanday vaqtida muqaddam o'rin turadi. Shuning uchun dinimizning maqsadlarining birinchisi bo'lgan aqida qarasak, aqida prinsip uchun hamma narsa taqdim qilindi, hamma narsa qurbon qilindi. Buningdan prinsipninki moddiy manfaatdan ustun turadiganligini mana shu misolning o'zidan ko'rib olgani bo'ldi. Albatta siyosiy harakat olsun, siyosiy faoliyat bo'lib qolsin yoki ijtimoiy faoliyat bo'lib qolsin, prinsip bilan manfaatni o'zaro moslashtirib etmanish maharati oson ish emas. Bu hamma odamning qo'lidan kelmaydi. Unvoni cho'ng bo'lsin yoki sallisi cho'ng bo'lib qolsin, uning qo'lidan kelmaydi. Bu prinsip bilan manfaatni bog'lashdan iborat. Bu mahorat ega bo'lish uchun birinchi o'lat islomni yaxshi tushunish lozim. İslamның prinsiplari, islomning qimmat qarashlari, islomning maqsadlarini berish birinchi qilib, ikkinchi qilib siyosiy harakatni, siyosiy faoliyatini qimmat qarash asosi tuzib chiqish lozim. Bir harakat bo'lsa, bir tashkilot bo'lsa, bir faoliyat bo'lib qolsa, buni yo'l xaritasi bo'lishi lozim. Bu yo'l xaritasi nima asos tuzildisa, bir qimmat qarash asos tuzilishi lozim. Qimmat qarash bo'lmagan narsa shamol qayoq chiqsa, shu yo'lga mangadigan bo'lib qoldi. Bu ikkinchisi. Uchinchi bo'lib, dunyodagi vaziyatlarni, dunyodagi hodisalarni tahlil qiladigan siyosiy iqtidorga, siyosiy ongga bo'lish lozim. To'rtinchi qilib, foyda manfaatni selishtirish. Hukumaga, iniga ega bo'lish lozim. Mushu ozga vaqt to'rt turlik narsa bilgan vaqt eninkendan foyda bilan payda manfaat prinsip bilan payda manfaatni endin seliştira oladi bu adam. Agar bu iqtidor egilmay qolib qolsa, u payda manfaat haqida gap qilolmaydi, u so'z ocholmaydi. Ochgan bo'lsa-mu bu adam xatolashadi. Shu bu masalani ro'shan bilmagan vaqtida payda manfaatning oldida prinsipdan voz kechadigan, bel qo'yib o'tadigan, yerim yo'li kelgan chaqda o'ziniki muqaddas bilgan yoki necha ishilib mangan yo'ldan chekinib oladigan bunday ahvollar kelib chiqadi. Şuna vaqtlik manfaatında prinsipten voz kechish yoki vaqtlik manfaatni prinsip voz kechmagan taqdirda prinsipninki oldi qo'yib olish nima hodis keltirib chiqsa aqida kirisiz keltirib chiqardi. Aqida chatoq chiqardi bu ish. Bu mandal qilib o'tib ketgan ish emas. Ati o'gin tövbe qilinishi bilan tugaydigan ish emas. Buning hisoboti bor. Har bir so'zga, har bir yozgan narsaga, har bir chiqargan bayonotning o'ziga qanchalik ziyon keltirgan shunchalik uning badali atil. Aqida kirisiz chiqardi. İdeya kirisiz chiqardi. Axloq kirisiz chiqardi. Va g'arbning siyosiy falsafasi o'sha qo'sh o'lcham bilan o'lchaydigan, har bir ishga mayanda yolg'onchilik, ayanda rostchilik, ayada haqlis, mayat batil deydigan qo'sh o'lchamlik nifoq siyosatini tatbiqlaydigan, ham uni xijil olmaydigan unday ahvollarmi yuz berdi. Hem g'arb dunyosidagi bir qism Uyg'urlar qarasak, bular tajovuz uchun qo'lladi. Shu vaqtning o'zida o'zining hurlik uchun, adolat uchun, mustaqillik uchun kurash qilayotgan milliy harakatni, islomiy harakatni haqorat qildi. Tuhmat qilib qarcha qildi. Bu harakat ba'zi tashkilotga o'xshash dunyoviy jihad ideyasini qo'llanmagan bir harakat. Daeshga o'xshash oshqo'llik qilib insoniyatga ziyon etgan bir harakat emas. Milliy bir harakat. O'zining milliy mujozasini qilayotgan, vatanning mustaqillik uchun, xalqining hurlik uchun jang qilayotgan, jihad qilayotgan bir harakat. Bu harakatga til tekkizdi. Bu harakatni haqorat qildi. Nima uchun degan bu savol chiqishi mumkin. Buning sabablari jiq bo'lishi mumkin. Bu sabablarning birisi bu g'arb dunyosidagi tashkilotlarningki ko'pinchisi Yahudi tashkilotlardan oladigan ozg'ina moddiy foydani da islomiy qarindoshlik prinsipini cho'rib tashladi bu. Musulmonlik axloqini chetga qo'ydi. Ham shundaqlar musulmonlar shunda signalni berdiki, biz moddiy foydaninki oldida qimmat qarashdigan narsani e'tiborga olmaymiz. Ko'zimiz ko'rgan hisob, qo'limiz kelgan hisob, qimmat qarash, uch-buch deydigan narsa biz ishonmaymiz deydigan bu signalni berdi. Xo'sh. Bu menda masalan hammalarga tanishib qo'ygan bir haqiqat. Endi bu yer ejinarlik bir tarafi bor. Amerikaning Hollywood shirkatidagi bir qism san'atchilar Hamasni ayblab chiqargan bayonotlardan voz kechdi. Bir qismi o'chadi. Bu xabarlar kengir tarqaldi bu. Bu mening gapim emas. Nimishqa xijil bo'ldi. Besim orqali qilganligi, o'zurulganligi, yolg'on tashviqot ishinib ketganligi bilan keyin haqiqatni ko'rib, nahmaydan bo'layotgan ishlarni ko'rib, yozgan narsalarni o'chadi. Ammo biznikilarchi
Şərəfsizlikdə vaz keçdimiz, hazırgacha vaz keçmedi bayonotlar turibdi. Vijdonsizlikdə vaz keçdimiz, vaz keçmedi. Tövbe qilaylik, xato qildik demedi. Ma millat buni qabul qilmaydigan, biz musulmon millatniki nomi bilan u yerda so'zlab jo'lib yuribdi. Azroq olsin bir nomusimizni saqlab qolaylik degan bunchalik bir onga taqiq kelmadi bu. Shu bularni bir tövbe qilishga, o'zini qattiq bir tekshirishga chaqiraman. Bularning qaysi bir sababdan keldi? Besim orqali keldimi, yuqori deganimizga o'xshash elayotgan moddiy manfaat uchun keldimi? U o'zlari bildi. Xo'sh. Yana bu yerda bir nuqta borki, o'zlarini mash'al guruhi deb ataydi. Islomning prinsiplariga hujum qilgan, millatning qimmat qarashlarini to'xtamay kamsitadigan bu guruh mash'al guruhi emas, ozg'unlar guruhi, zalolat guruhi. Uyg'ur qurultayiniki siyosiy ideyasi yo'lnishiga ig'ir darajada ideya jihatdan ta'sir yetkazgan yer keldi. Bu yuqori gapninki to'liqlamiz. Nima uchun mishak kap qoldi? Qanday bo'lib, nechvamiz mening millatim degan. Men mush millat uchun xizmat qilaman degan bir tashkilot. Bugun kunlikda nechvamiz o'zi da'vatgan gap nima ekan bo'lsa, buniki ideya jihatdan oq ko'rinishiga bu mash'al guruhidan iborat zalolat guruhininki bu bevosita buningda tuhbisi bor. Bu ularni tövbe qilish lozim. Bu qisqa bayon bo'lsin. Ham gapimizning asosiga qaytsak, Xo'sh. bu bo'layotgan ahvollar qarta ba'zilarning foyda bilan ziyonni mo'ljallash falsafasi g'alati. O'lcham yo'q, prinsip yo'q. Bular foyda bilan ziyonni nima bilan o'lchaydi bo'lsa, Xitoyning chiroyiga qarab o'lchaydi. Yoki Xitoyningki diplomatiya munosabatiga qarab o'lchaydi. Ya'ni islom o'lchisi bilan ma'maydi. Qur'on sunnatninki ko'rsatmasi bilan mav haq, mav batil, mav to'g'ri, xato, mav do'st dushman degan narsa yo'q bo'lgan kallasi. Xitoyning chiroyiga, Xitoyning diplomatiya munosabatiga qarab o'lchaydi. Masalan, Xitoy bir davlat bilan diplomatiya munosabat o'rnatgan bo'lsa, iqtisodiy jihatdan, savdo jihatdan va boshqa jihatdan yaqinlashgan bo'lsa, bu davlat va u davlatdagi insonlar kim bo'lishidan qat'iy nazar ayirmasdan mutlaq Uyg'urlarning dushmaniga aylandi. Xitoyga yaqin emasmi? Xitoy uningki tarafini oldi emasmi? Xitoy uningga imzo qo'ydi emasmi? Yoki yaqinlashdi emasmi? Bu yerga kelgan chog'da hukumat boshqa edi, xalq boshqa deydigan huquqim yo'q. Agar Xitoy bir davlat bilan ziddiyatlashgan bo'lsa, u yerda hukumat bilan xalqni ayirmasdan xuddi hukumat mangu yashaydigandek, u partiya mangu hokimiyatning beshida turdigandek, u jamiyatda bor insonlarning ko'z qarashi har xil bo'lgan bo'lsa-mi, garchi biz hissashlik qilgan, biz qo'llaydigan bo'lib qolsa-mi, uni Xitoy ziddiyatlashib qolganlik uchunlar nima deb qaraydi? Xitoyning dushmani bo'lgan ekan, bizning dushmanimiz deb qaraydi. Ya'ni Xitoyning do'stini bizning dushmanimiz, Xitoyning dushmanini nima deb qaraydi? Aks qaraydi. Ya'ni Xitoyning ziddiyati bor davlatni mutlaq do'st deb qaraydi. Xitoy kim bilan dushmanlashgan bo'lsa, bizning do'stimiz shu, dushmanimizdan dushmanimizga dushman deydi. Ammo bu yerda asli bir qoida, o'lcham do'st dushmanlik hukumat. Sen musulmon deydi. Musulmon bo'lganki, unda bo'lgan chaqda do'st dushman hukumati bir qoida bo'lish lozim. Prinsip bo'lish lozim. Ammo bular yo'q. Xitoyning chiroyiga qarab belgilaydi. Bu siyosat deganda mutlaq do'st, mutlaq dushman bo'lmaydiganligini hukmaydi. Chunki siyosiy onga ega emas bu. O'tgan programmamizgandek sapasiz. Diplomatiya, harakati, siyosiy nazariya bu narsalar qarta ko'pincha kasbiy emas. Shunga xabarlar qarab turiblar, bir narsa qilib jo'laydi. Ya'ni bularningchi ifodasi bo'lgan vaqtida Xitoy munosabatni o'rnatgan turk dunyosi, Arab islom dunyosi hammasi Uyg'urlarning dushmani. Davomli tillash lozim, davomli qarshi turish lozim. Bular yaqin kelmaslik lozim, istashlik qilmaslik lozim, dushman bo'yicha muomala qilish lozim. Bu ish kimning manfaatiga yaraydi? Uyg'ur foyda kelmaydi. Sharq Turkiston foyda kelmaydi. Sen bir millatni tillab turib, haqoratlab turib, qanday bundan manfaat erishsa, qanday uni hissish qilasiz? Arab dunyosi qaraydigan bo'lsak, bu hokimiyatlarga qarasak, ularning ideyasi, zehniyati boshqa yerda, millat boshqa yerda. Buni nima bilan o'qishdi vaqt bo'lsa, kommunist maktablarda yetib chiqqan qizil pochaqli bilan Uyg'ur qizil pochaqli bilan Sharq Turkiston xalqining ahvoliga qarab boqing. Ikkisi o'xshamdi, zehniyat o'xshamdi, o'xshamaydi. Ahvol mishadi. Shunga o'xshab ketadi.
Əməliyyatda Türk dünyasının, İslam dünyasınınki, G'arb dünyasından yiroqlashib, taraqqiy qilgan, ilm ma'rifat yuksalgan G'arb dunyosini yaqinlashib, Xitoyga yaqinlashayotganligining tub sabablarining birisi nima esa, dal G'arb dunyosi. G'arb dunyosiningki, Arab dunyosiningki o'ttirisiga o'zi tiklagan, o'zi o'ttiriga chiqqan bomba qilib, sen bizning saqchimiz bo'lib ketgan Isroilning davomli Isroil tarafini tutib kuch kiritib, Arab dunyosi vayron qilganlik. Shuningla bilan birlikda Arab dunyosining mustabidlarni o'zining maktablarda o'qigan, u yerda o'qib kelgan mustabidlarni allaburun ulni istixborot bilan u yerda ilib, o'tdag'izib, mush bo'j boshqa olmasang mahaqni boshqa o'g'inolmaydi. Demokratiya bular yarashmaydi. Erkinlik yarashmaydi. İnsan huquqi degan narsa yarashmaydi. Chunki mahaqning saviyasi taxu yerga yetmaydi. Agar inson huquqi, demokratiya, erkinlik san atog'illam saylamni seni mulqat qiladi. Chunki sening zehniyating bizcha Moskvacha yoki Washingtoncha. Avlar zehniyati Qur'on sunnatcha. Shuni boshqaramiz. Shuni mustabid holatida Fir'avnga o'xshash boshqarmasan. Buni tutib turolmaysan deydigan siyosatni televizorda boshqa bo'lgan bilan oq yo'ldan boshqa bilan maqtab tur. Shuni ular imzosi bo'lmagan birasi bugungi kunlikda Arab dunyosi misolga olsak boshliq bo'la olmaydi. Bugungi kunlikdagi ahvol qarasak, Isroil qancha musulmonlar ziyon yetkazsa, G'arbningki siyosiy besimi, iqtisodiy besimi, madaniyat besimi va boshqa besimlari og'irlashgancha islom dunyosiga bular bu besimdan qutulish uchun boshqa taraf izlaydi. Chunki 50 yildan ortiq holatda Arab dunyosi qarasak, Angliyaning mustamlikasi, Fransiyaning mustamlikasi, Portugaliyaning mustamlikasi, yana Bishyaning mustamlikasi ushqanlik. Gerçi azat bo'lgan bo'lsa-mu, İtaliyaniki, Umar Muxtarning filmini misolga olsak, bu G'arbni bir mustamlik davlat deydigan ong taq tukun yo'q Arab dunyosi. Nima uchun tukun yo'q? Hükümet iz qaldırdı hamda o tar. Harbiy saatdan chiqilgan bilan hozirgacha siyosiy mustamlika, iqtisodiy mustamlika, madaniyat mustamlika davomlashayotgan bo'lg'achqa, eninken to'xtamay bir besim bo'lg'achqa, xalqni bir erkin o'zi iroda qiladigan bir hokimiyatni, raisni o'ttirga chiqish urniga botib, uni u yo'l bilan bu yo'l bilan mullaga qizib, ya'ni jamiyatni vayron qiladigan siyosatni o'ynayotgan bo'lg'achqa, shu G'arb dunyosiga davomli shak nazar bilan qarab keladi. Bu sababdan bular o'zlarini bu tushkaldan, bu zanjirdan, bu og'amchidan qutqizish uchun boshqa bir G'arb dunyosiga bo'lgan raqib izlaydi. Turkiyaning ahvolim dal shu. Burun G'arb dunyosida eng yaqinda oraliqdagi ba'zi siyosiy voqealar, besimlar bu sababdan yana u yoqqa, bu yoqqa yaqinlashishga G'arb dunyosining siyosati ishtiroklik. Buni bizningki tor dunyosi bir qism bilarmanlar bundan bexabar. Gerçi o'zlari G'arb dunyosi yashaganlik uchun yulduzga cho'ng teleskop bir qaraydiganlik uchun o'zlari nihoyatda ulug' donishmand deb qaraydi. Balki Isroilning siyosiy maslahatchisi sifatida qaraydi. Belki Falastinlikniki bir qism zimin satib o'zidan tatqizib bugungi shikoyat qilganligi bilan cho'ng o'zidan cho'ng bir mutaxassis tahlilchi deb qaraydi, ishning tarixini o'qimay. 47-yilgacha kimning mustamlikasi deb bilsang, Angliyaning mustamlikasi edi. Qanday bo'lib bu yer bir narsa tikilib qoldi, kim tiklab qo'ydi? Buning xabarsi Isroil davlat qurib tikandi. Bu ishning tagi tarixida xabar yo'q. Bugun chiqqan ba'zi narsalar hukm chiqardi. Natijada bu xil ahvollar kelib chiqadi. Agar bizning Uyg'ur tashkilotlari mas'ullar bilan qo'shib siyosiy ongga ega bo'lgan bo'lsa, Türk dünyasının, kan kardeşimiz olan Türk dünyasının, aqida, tarix, madaniyat o'rtaqligimiz bo'lgan islom dunyosidan erkinlik, demokratiyani davron qilayotgan G'arb dunyosidan insonlikni yo'qotmagan insoniyat dunyosidan foydalanish yo'lini tutadigan hargiz u yerdan dushmanni o'zi ko'paytmaydi. Mumkin qadar qaysi yo'ldan bo'lib qolsin foydalanish yo'llarini tepib chiqib uni kengaytirdi. Ama u xil ong taqitilgan holatda emas. Nimishqa bizda qo'llamadi, falan qo'llamaganlik shul dushman deydi. U qilganini biz to'g'ri demaymiz. Bizga o'xshab bir mazlum, irqiy qirg'inchilik uchrayotgan bir millatni islom dunyosidagi birninki, mayli turk dunyosi bo'lsin, mayli islom dunyosi bo'lsin, qo'llamaslik o'zi ig'ir darajadagi bir ayb. Lekin shu millatninki vakolatchisi bo'lsa, bugungi dunyo sistemasi turg'izilgan bir shaxs
Bo'lisi bilan shunday. Lekin u millatda, u davrda yoki u jamiyat yashayotgan undaq emas. Bu yerda hokimiyat bilan xalqni farqlantirishimiz lozim. Hokimiyat mangu yashamayib ketadi, ammo xalq qiyomat bo'lguncha davomlashadi. Nesil avlod davomlash. Shunga Xitoy bir davlat bilan, yana bir davlat bilan, diplomatiya bilan, puli bilan, uning buni bilan so'qinib kirgan bo'lsa, bizda bu mahorat bo'lib qolsa, haqni anglatish orqali, to'g'rini anglatish orqali, uning ziyonkech bildirish orqali biz bu raqobat kerak. Her bir davlat bugun kunlikda o'zini manfaatini o'ylayotgan, balki o'zining beshini ba'zi ko'tarmayotgan, yuqorida men misol olganga o'xshash. Bundan paytning o'zida bizga uni qilib bermadi, buni qilib bermadi degan bir yig'lash shikoyat. Amaliyat bir jonliroq kuch bo'lgan bo'lib qolsa, qanchalik bir hissajliqning bo'lganini shu vaqtda bilgan bo'ldi. Ammo bizda nimaga asosan bu? Yig'lashdan boshqa nimamiz bor bizda? Maqaqqa bir ish qilsak, azroq o'zini qadin tiklikdek deydigan bir holat yo'q, unda holat yo'q bizda. Şunu biraz siyaset öğreniş lazım. Siyasi teşkilatlı siyaset öğreniş lazım. Siyasi felsefe hakkında izleniş lazım. Dünya kandan çöküle oturdu. Fakat garip dünyası çıkan kız jurnallık karamazsan başkanının közü bilen bir karap bakış lazım. Özünü başkanının ornuna koyup durup bir tahlil kıp bakış lazım. Eğer ben aşağıdaki bir insan boğan bolsam, bir Müslüman boğansam, men bilen okşaş boğan bir insan, ben aşıkı, süpetle bäsi, ben kandan tuygudu bolman deyiş lazım. Hoş. Eğer azrak bir vicdan kap kalgan bolsa. Hem de prensip hakkında biraz misal alaylı, bu vakit toxtaldı. İslam karşısak, bugün dünya tanıştık olan meselelerde alaylı. Mesela adalet, İslamlık prensip. İnsan hukuku, İslamlık prensip. İnsanın hürmeti, insanın erkinliği, İslam'daki özgermez prensiplerini katar. Bu prensiplerini hiç kadar bir hakimiyet, ya ki hiç kadar bir hükümetindeki özgertiş, oynayış, onun bazarlık kılış hakkı yok. Eğer semin boz. Yani bugün küllikte onu kıldı, bunu kıldı. Çünkü bu İslam vekillik kılmaydı bugün kıldı. Yalnız mustabit. İslam namı bilen devlet başkorum demeyin. Hatta o milli deydiğin süpetmi yok buldu. Şunu aşiyat yaşaydığı halklarının köpeğinse bunu başkalının ki, düzgünü başkalının kolda değil. Başka süpet demeyin. Aklı olup kalsıydı. Hoş. Bu prensipler insan hukuku değil, ya ki erkinlik değil, ya ki adimilik, insan hürmet değil. Bu hükümetlerinin ya ki hakimlerinin ki halkka kılıdığın minnet emez. Ben sana onu kıp verdim, bunu kıp verdim dediğin hakkı yok. Çünkü bu yaratmış Allah tarafından insanların her birisi takdim kılıngan hukuk bir. Hakimiyetine, hükümetine hiç kadar buna dakıl tarzı yetkisi oynayışı ya ki minnet kılış hakkı yok. Çünkü bu prensiplerden birisi yokup gitip kalsa, ya zulüm kuşkap kapkaz bir yer insan hukuk tacavüzü kuşkan bol. İnsanlık ölgen bol. Bu İslam'daki prensip, kaidesi, prensip nezariyesi bu. İslam kararsak Allah'a ibadet kılanlar dediğin bu nişandan başka İslam'ın hemmesi insanın dünya ahiret menfaat için gelir. İslam ne ise Allah'a ibadet kıl. Bunun özünde menfaat var. Bunu koyup dursa insanlık dünyalık ahiretlik menfaat için gelir. Payda menfaat için gelir. Şunda alam insanlar beşik kemmeşi olan ziyan ve yamanlıklarındaki altın tuz için gelgendi. Bu İslam. İslam herkesin insanı okul için, ya ki insan ziyankeşlik kılış için, ya ki bu dünya olan karı olmasın sinan dediğim bundak dinemez. Ma hata akımlarınki mesela özgü İslam'a vekillik kılanmaydı. Şu her samimi bir insan bu İslam'ın yukarı prensipleri sel karaş, ya ki ben buna olan benim karım yok deyip keçiş, hak emez bunu. Yani onda kılanmaydı, cüret kılanmaydı. Yani İslam şeriatı karsak, İslam şeriatının hemisi insanın faydasını gözleyir. Mesela misal alsa, İslam şeriatideki birinci derecelik maksatla, mukaddes deb qaralgan, eng ulug' deb qaralgan, bütün hem işle şunun hizmet kıl deb qaralgan maksatlar qarsa, biz dinni himoya qilish. İnsanның menfaati. İnsandaki erkinlikning eng cho'ng namoyandasi o'zi xohlagan bir narsaga cho'qinish. O'zi xohlagan bir xil aqidada bo'lish, o'zi xohlagan bir xil tuyg'uda bo'lish. Eng cho'ng erkinlikmiş. İnsanның ruhiy erkinlik. Buni yashab bakmaqla his qilinmaydi. Buni Uyg'urlar his qiladi. E'tiqod, aqida erkinligi cheklanayotgan Uyg'urlar his qiladi. Ikki putliq maxluq bo'lib yassan mayli, lekin e'tiqoding bilan yashamaysan.
Xo'sh. Aqida erkinligi, jonni himoya qilish, aqlni himoya qilish, izzat obro'ni himoya qilish, mol mulk himoya qilish vatan bilan qo'shib, erkinlikni himoya qilish, adolatni himoya qilish deb belgilan. Birinchi darajalik maqsad bu islomning. Islom nima ish qilsa eng cho'ng qilgan ish dinni qo'g'dash, insonning hayotini qo'g'dash, insonning aqlini, tafakkurini, tasavvurini azg'unlikdan, shayton uning bundan qo'g'dash, insonning izzat, obro'y, qadr qimmat, hurmatini qo'g'dash, mol mulk dunyosini qo'g'dash, moddiy, ma'naviy bo'lib, adolatini qo'g'dash, hurlikni qo'g'dash, erkinlik. Xo'sh. Demak, insonning manfaati uchun kelgan. Ikkinchi darajalik, uchinchi darajalik maqsad qarasak ham afzallik hukm bo'yicha ish qildi. Oldin keldi deb emas, afzallik bo'yicha muhimni oldiq qildi. Shuning bilan foyda bilan ziyonni solishtirib ish qil deb ta'kidladi islomning maqsadlari. Birinchi darajalik maqsad, ikkinchi darajalik, uchinchi darajalik maqsad. Buni shariatning maqsadlari degan kitoblarimizga murojaat qilsa bo'ldi, bu vaqt izlanmoqchi bo'lganlar. Demak, dinimizda ishlarning tartibi bor. Bu yerda xususiy manfaat va kollektivning manfaati va shaxsiyning manfaati va davlatning manfaati va vaqtlik manfaat va doimlik manfaat va kichik manfaat va cho'ng manfaat va dunyolik manfaat va oxirat. Hammasi manfaat. Islom dini hammasini qo'llaydi. Hammasini himoya qilamiz, o'zining qoidalari bilan himoya qiladi. Bu yerda balkim ba'zida so'rashi mumkin. Bu o'zgarib turadigan manfaat, o'zgarmaydigan manfaat, buni qanday taqidimiz? Islom dinida keskin hujjat bilan isbotlanib, prinsip deb qaralgan nuqtalar o'zgarmaydi. Keskin dalil bilan isbotlanib, prinsip deb belgilangan nuqtalar bu har qanday zaman, har qanday makonda bu o'zgarmaydi. Masalan, islomiy qarindosh qo'sh, keskin hujjat isbotlanib, innamal mu'minuna ikhwan o'zgarmaydi. Jazonining haromligi, o'simning haromligi bugungi kunlik nima deb atalsa, bu o'zgarmaydi. Keskin hujjat isbotlanganligi uchun. Ama undan başka menfaatler bu zamandan özgürlüğü, uğrundan özgürlüğü, şaraitin özgürlüğü kartta özgürdü. Hem insanların ki izlenişi, yani icraat kılışı ve takdiri boysun. Mesela bir zaman menfaat deyip karılgan neyse, yani bir zamanda menfaat bulanmazlık mümkün. Xo'sh. Bir zamanda ziyarlık deyip insanı düşünmek lazım. Keyingi zaman onun faydası keşif kılınsa, faydalık deyip o karılış mümkün. Lekin şundaqdım bu yerde menfaatlerini daim prensipke bağlaş lazım. Prinsipga moslashtirish lazım. Agar manfaatlarni prinsipga bog'lamay ish qilgan vaqtida qaysi bir ishni qilaylik, u vaqtda nima ish qilib chatoq chiqishga boshlaydi. Prinsipga zid kelgan bu foydalar ko'rinish paydo ko'ringan bilan amaliyotda shu qavmiga, shu millatga bu ziyon, ofat, musibat olib keladi. Xo'sh. Bugungi kunga qarasak, inson huquqi, erkinlik, demokratiya deb tashabbus qilayotgan, buni jamiyatda, dunyoda tatbiqlaymiz deb davron qilayotgan davlatlar va madaniyatlar. Bular samimiy bo'lmag'achqa. Xo'sh. Bu nazariyasida samimiy bo'lmag'achqa, o'zining xalqiga bir xil, boshqa millatlarga bir xil. O'zining davlatiga qit'asi bir xil, boshqa qit'ada boshqacha tatbiqlaydigan ikki yuzlamalik qo'sh bis o'lcham qo'llanilgan bo'lg'achqa, nima ish qilyapsa, boshqa millatlarga kimlikka o'xshamaydigan, qimmat qarashi o'xshamaydigan, tasavvuri o'xshamaydigan, rangi chiroyi ubi o'xshamaydigan boshqa millatlarga zulm qilgan siyosatni qo'llanadi. Boshqa millatlarniki kimlikka qimmat qarash hujum qilgan siyosatni qo'llanadi. Biz taraqqiy qildiramiz deydi, ammo nurg'un yurtlarni vayron qilib o'tibdi. Hargiz bu yerda Xitoyni aqlganlik emas. Xo'sh. Biz nima ish Arablar buni qilmaydi degan vaqtida Suriyaniki bombardimani, Iroqning bombardimani, yana bir joyning bombardimani kim qilganligini butun dunyo kameralar 24 soat ko'raylik bu haqiqatni. Buni bilish lazım. Hargiz bu yerda Xitoyning qilganligi emas. Ma xalqningki zehniyatini buni bilish lazım. İnsanlarni och qo'yapti. İnsanlar u bu banali bilan o'zininki falsafasiga, o'zining manfaatiga to'g'ri kelmay qolib qolsa o'tiradi. Demokratiya namasida erkinlik inson huquq namasi asli. Shunga bularniki manfaatiga uyg'un kelmaydigan yoki manfaat taqishib qolgan yerda adolatdan so'z ochqanmaydi. Erkinlikdan so'z ochqanmaydi. Inson huquqidan so'z ochqanmaydi. Ko'rinib turibdi bugungi reallik kamera oldi. Bo'lapmi bir taraflam tug'an Jazirninki arabcha, inglizcha va boshqa tildagi xabarga qarasalar bu haqiqat chiqib tur. Garchi bu yerda bugungi kunda butun tashviqot vositalarimiz fokus o'ch bo'yichadan tartib
İsrail'deki rivayetlerini yalganını taqatkan bo'lib qasımı. Bir rast so'zlaydi, g'araq deb qaralgan bir nima qarsa, haqiqatning nima ekanligi ko'rinib turadi. Demak, bulardan nimani bilamizsa, prinsiplar, islomda prinsiplar, qimmat qarashlar her zaman moddiy manfaatniki ustun turganligi aniq bir ko'rinadi. Agar aksi oldi bo'lib qolsa, yuqori deganga o'xshash xatar, ofatlar keladi. Xo'sh. Allah razı olsun, hakikaten nayeti tefsili şekilde içip böyle bu mavzunu. Hem de ahırda kan gaplar boyunca bu prensipler, kıymet qarashlar bozulganda, bu itibarga eğilmaganda o milletning beshiga keldigan faciada nima ishlar yuz berdi masalan? Qisqa bir şekilde. Bugungi zamonning siyosiy nazariyasi ba'zi ishlarni prinsip bilan so'qashtirib qo'ydi. Nima qarshi o'zimizdagi bir qimmat qarashi bor. O'zimizning bir prinsip bor, bir qavm, millat biz musulmon. Ammo bugungi dunyo siyosati foydani ko'zlagan, qimmat qarashga o'rin bermagan, aqidaga o'rin bermagan, prinsipga o'rin bermagan, axloqqa o'rin bermagan bir siyosiy nazariya bo'lg'achqa, ba'zi qiliqlar, ba'zi ishlar manfaat nuqtasida prinsip bilan to'qinishib qolgan ahvolga kelib chiqadi. Hattoki ba'zi ahvollar qimmat qarashni setish yoki prinsipdan voz kechishni bu foydali ishdak qilib ko'rsatadigan bunday bir reallikda yashayapmiz. Prinsip turaversan foyda yo'q, cho'g' turaversan, bu qimmat qarashdan desang foyda yo'q, shu bundan voz kechganing yaxshi. O'lmay tirilsang shu yaxshi emasmi? Xuddi o'lashdan butun dunyo o'rilib tushadigan o'xshash. Shehid bo'lish bilan butun hamma narsa tugab ketadigan o'xshash. Haq gapni so'zlab qo'ysa Kanadaga borolmaydiganga o'xshash. Har xil tashviqot, qo'rqitishlar tor dunyosida uchib yurdi. Xo'sh. Payg'ambarimiz prinsipda tushuntirgan odamlarning oz chiqadiganligi. Garchi musulmonchilik bo'lsin, odamchilik bo'lsin, prinsipda tura oladigan odamlar oz bo'lganligi. Ko'pligan odamlar buni bo'lolmaydiganligini bayon qilib shunday deydi. Shunda bir kunlar keldiki, bu kunda prinsipda ching turgan, aqidasi ching turgan, ko'z qarashi ching turgan, ideyasi ching turgan, haqiqat ching turgan odamlar cho'g'ni tutib turgandek tuyg'uda bo'ladi. Prinsipda turmoqlikning ta'sirida, haqiqat turmoqlikning ta'sirida, adolatli turmoqlikning ta'sirida xuddi cho'g'ni tutayotgandek oyinda bir holat kelib qoldi. Bugun biz shu reallikda yashayapmiz. Buni bugungi zamonimizga tatbiqlasak, qiyos qilsak, qanday qilgan chog'da prinsipda, mayli bu diniy prinsip bo'lsin, mayli milliy prinsip bo'lsin va yuqorqi kitobimda buni birlashtirib bu millatning siyosiy harakatini nazarda o'tirib qo'ydim. Buning tushuntirishning yo'li nimasi? İslamning prinsiplariga amal qilish ko'rindi, namoyon bo'ldi. Nima uchun bunday deymiz? Chunki islomning aqidasiga amal qilgan inson birinchi bu nafsini poklaydi. O'zini boshqarish, nafsini idora qilishni biladi. Ugunadi. Bilmagan bo'lsa buni ugun. Demak, o'zining nafsini paklay olgan, idora qila olgan bu inson mal dunyo uchun, mansab uchun, dollar uchun yoki bu sabab uchun o'zining prinsipini, aqidasini, vijdonini, axloqini bu setib o'tmaydi. Shu prinsipni qo'llashning yo'li, prinsipni himoya qilishning eng yaxshi usuli, eng to'g'ri usuli islomning prinsiplarida mustahkam turish. Eng to'g'ri yo'li mush. İnsanın imanı qarsak, axloq qarsak bu holat bir xil turmaydi. İmani, axloqi. Ba'zi kuchiydi, ba'zi ojizdi. O odamninki samimiyligi ya samimiyatsizligi yoki parvish qilishi yoki sal qarshi qartab o'zgardi. Axloq kuchaygan vaqtida, prinsip mustahkam tursa, axloq ojizlashgan vaqtida yoki imoniy holat ojizlashgan vaqtida biz bir ideyasi buzildi birinchi bo'lib. Ideya buzilgandan keyin bundan prinsip deydigan narsa qimmat qolmaydi. Qimmat qarash o'lchamlari buningki asl usullar o'zgardi. Milletning qimmat qarashi bu foyda qilmaydi ekan, bugun zamonda aqmaydi ekan, buning bilan bir ish qilinmaydi ekan deb milletning qimmat qarashiga hujum qildi. Amaliyotda ziyoli degan ufqon nur atalg'usidan oydinlashtirish. Turkcha ketgan bo'lsa, yana bo'lay, nurlantirish, engini ichish, kallasini ichadigan bu ufqon nima deganda, kimni nurlantirmoqchisan? O'zingning millatini, o'zingni. Nim bilan nurlantirmoqchi? Shu millatninki muqaddas deb qaragan qimmat qarashlarini hurmatlasang, endi nurlantirasiz. Agar millatning qimmat qarashiga zid yo'l tutib turib, qarshi yo'l tutib turib, haqoratlab turib, sen qanday ziyoli? Ziyoli emas, sen zulmat egizsin. Zalolat o. Ziyoli olma. Ziyoli millatning qimmat qarashining to'g'risini ko'rsatib, xatosi bo'lgan bo'lsa undan yondirish orqali millat yo'l ochilganda bu ziyoli deymiz.
hargizmi millatni haqoratlaydigan, millatni qimmat qarashini haqoratlaydigan, kamsitadigan, muqaddas deb qaragan hujum qilgani bu ziyoli sifat bo'lmaydi. Garchi unvoni sallasa nim bo'lishdan qat'iy nazar qo'shimcha bayon. Demak bu insonlar orasida prinsiplar mustahkam tura oladigan, prinsip uchun jinini pido qilish, mol-mulk pido qilish tayyor odamlar chiqadi. Bular har xil kuch ko'rsatishlar, qiziqtirishlarga aldanmaydi. Ya'ni bu insonlarning ichida mal dunyo oldiga kelgan vaqtda yoki moddiy manfaat kelgancha prinsip chiqib turolmaydigan. Bel qo'yib o'tadigan. Mal dunyo uchun yoki boshqa bir sabablar uchun o'zining aqidasini setib o'tadigan. Xayrlik qiladigan aqidasiga, aqidasining prinsipliga, millatiga xayrlik qiladigan, vataniga xayrlik qiladigan, axloqiy xayrlik qiladigan, vijdoniga xayrlik qiladigan bunday illatlar chiqamdi chiqadi. İnsanların içinde her xil ahvollar chiqadi. Shunga haqiqat shunda kun nurdek ro'shan to'simi? Buni ergashmagan insonlarda buni yaxshilik kelmaydi. Zulm oshkora to'simi, tajovuzchilik oshkora to'simi, buni kuchini inkor qilmoq yo'q, uni dumboq chaqan, uni tashviq qilgan kuchini qanot yaydigan bu odamlardan xayrlik kelmaydi. Asl musulmon bo'lib qolsa, amr ma'ruf, nahy munkarning taqozosi bo'yicha yaxshilik qilish. To'g'risini tashabbus qilish. Agar uning kuchi yetmay qolib qolsa, hech bo'lmay qolib qolsa, qalbi bilan norozilik bo'lib qolsa-mi, tilni jumbagan holatda bu iymonning eng past soldi. Endi uning ziddini tashabbus qilish shu, zulmni bozorga solish shu, tajovuzchilikni oqlab berish shu, botilni haq deb berish shu. Bu nimadan kelib chiqdi? Iymonning ojizligi, axloqning buzilganligi, ideyaning buzilganligi, yana bizning buzilganligi, vijdonsizlikdan, sharafsizlikdan kelib chiqdi. Buning boshqa atalg'isi yo'q. Şuna deyimiz ki, qarindoshlar, prinsip, qimmat qarashlar amal qilinmagan chog'da yoki faoliyatlar, harakatlarimizda bunaqa rioya qilmagan chog'da yoki quruq shuarga aylanib qolgan vaqt nima shu millat ideya to'qilish kelib chiqadi. Bugun ko'rib turyapmiz. Bir masala haqida millatning bir nuqtaga kelib, asli dushmaniga qarta faoliyat birlik qilolmaydiganligini shakllantirib qo'ydi. Ideyaning buzuqligidan kelib chiqdi. Xo'sh. Bu bir g'alati ahvol. Bu birinchi qatimligi. Cho'ng bo'lib birinchi. Ilgari batim beshini ko'taramagan, burundan tatib bat bu voqeada. Bu qatim taqimi namoyon bo'lib chiqdi. Ya'ni biz akam, biz cho'ng, biz nima desak anglaysan dedi. Amerikaning o'zdirib qo'ydi. Aqsarayda yashaydigan bo'lg'achqa, Aqsarayning siyosati bo'yicha davomli dastlab turaman, mening deganim hisoblaydigan shu hukm keldi. Ideya to'qinish keltirib chiqadi. Islomning qimmat qarashlari hujum boshladi. Birlashish, hamkorlash omillarini cho'p tashlashga butun kuchi bilan harakat qildi. Haqiqat uchun turib, haq yo'lda menayotgan, zulmni qabul qilmagan pak insonlarga tuhmat chaplashni, qor chaplashni normal bir ish bu. Manfaat deydigan bu yerga kelib chiqdi. Bu prinsipda chang to'lmaganlikningki ahvolimiz shu. Shu gapimizni xulasasak, prinsipi va maydon va odamlar ustunlikni egallasa, u millatning baxti omad shu. Agar sharafsiz, maydonsiz, prinsip yo'q odamlar siyosiy jihatdan bo'lsin, tashkilot jihatdan bo'lsin, yana bir tarafdan bo'lsin, ustunlikni egallab ketib qolsa, u millatning qiyomati boshlandi. Nima uchun qiyomati boshlansa, unda sharafsiz, maydonsiz, prinsipsiz odam ustunlikni egallagan hamon haqiqat botil bo'lib tasavvur qilindi. Adalet zulüm göründü. Rastçılık, yalgancılık ifadelendi. Xiyanet onun nazarda kahramanlık tasvirlendi. Yaxşı adamların hammasi, pidakar adamların hammasi zulüm uçkaydı. En iflas, en naçar, şerefsiz adamlar hürmetlendi. Milletin kıyameti başlandı. Çünkü bu her kanda işte bir meydansızlık, prinsipsizlik, bu milletin kıyameti. Bununla qattiq ching turish, bu masala qattiq nozik turish lozim. Xulosaga vaqtimizda prinsip aziz o'rin tushib qolsa, qimmat qarash yo'qolsa, yo qimmat qarash hujum qilsa, nima qilib butun yomonliklar beshini ko'tarib chiqadi. Bugunga o'xshash, bugun boshlanish. Fikr to'qinishi avjiga chiqadi. Asli nishon bishadi qilib, ishki jidal majra shakllanadi. Buni asli kim qilsa, Xitoy istixborot qildi bizga nisbatan. İşki to'qinish ziddiyatning hammani tashlaydigan kimsa biz birinchi bo'lib foydalandigani Xitoy istixborot. Buni balkim ba'zilar ziyoli nomidagi bo'lsin, mayli
da'vatchi nomidagi bo'lsin yoki o'zini mash'al deb atalib olgan zalolat guruhidan bo'lib qolsin, bularniki johilligidan, ongsizligidan bu ahvol shakllanib avjiga chiqadi. Yolg'onchilik bazata bugungi o'xshash. Munofiqlik umumlashib ketadi. Xiyonat ko'payib ketadi. Buzg'unchilik har yerda ko'rindi. Hamkorlikdan so'z ochqini bo'lmaydigan bunday oqibat keladi. Natijada Allohning muvaffaqiyati bu millatdan ko'tarilib ketadi. Allah saqlasin, Allah saqlasin. Haqiqatan ochiq bir reallik. Allah subhanahu va taolo saqlasin bu ig'ir fitnalardan, ig'ir musibatdan Rabbimdan tuanchik bilan so'raymiz. Bir hadis var to'g'ri, shu yuqorida so'zlagan so'zlarim chiqdi ana. Shunda bir zamonlar keldi. Eng chuprandi insonlar yatakallamuna fi millat masalasida, davlat masalasida, vatan masalasida so'zlaydi. Salohiyat yo'q, salohiyat deydigan narsa yo'q, ammo to'rlar qaraydigan bo'lsa insonlar haqiqatan ichindirdan. Bu millatning vaqtli qiyomati deydi. Ko'pdan ko'p rahmat, Alloh razı olsun. Qadrli ko'ruvchilarimiz, shuna qilib bugungi sonimizni bu yerda oxirlashtiraylik. Haqiqatan tema intayin inchga va qayta tafakkur bilan anglashimiz kerak bo'lgan tema. Boshqa qarindoshlarimizga ham bahrlab qo'yishni unutmaylik. Bugun bo'libmi? Bugünkidek intayin bir davolg'ish bo'layotgan bir vaziyatda fikrlar cho'qim oydin bo'lishi kerak har qanday masalada. Bugün keşte hem siyasi cihetten hem to'xtalamiz bu meselede. Keş saat İstanbul vakti 6'da Vaka ve Mülayiz programımızda görüşeyle de müşahede ahırlaştıraydı. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi Teala ve Berekatuhu.